Korporativ loyihalar uchun kuchli va ishonchli server izlayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Bugun sizga Super Micro kompaniyasining 2 protsessorli flagman serverini tanishtiramiz. Bu Super Micro CS221H TN24R 2 unit o'lchamdagi 2 soketli platforma bo'lib, kuchli Intel Xeon Silver 4514Y protsessorlari, DDR5 xotira qo'llab-quvvatlashi va yirik korporativ tizimlarga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Ushbu serverning xususiyatlari: ikkita Intel Xeon Silver 4514Y protsessori, har biri 16 yadroli, 128 GB DDR5 4800 operativ xotira, 4 ta 32 GB moduldan iborat. Jami 32 ta slot 8 terabaytgacha qo'llab-quvvatlaydi. 2 ta 480 GB hajmdagi SSD 2,5 dyuymli SATA interfeysda. 24 ta 2,5 dyuymli disk sloti SATA va NVMe qurilmalarini qo'llab-quvvatlaydi. Agar kerak bo'lsa, sizning talabingiz asosida biz qo'shimcha operativ xotira hamda SATA yoki NVMe disklarini o'rnatishimiz mumkin. Barcha kerakli komponentlar skladimizda mavjud. Bu server quyidagi sohalarda ajoyib yechim bo'ladi: virtualizatsiya, VMware, Hyper-V va boshqalar, ma'lumotlar bazalari bilan ishlovchi tizimlar, VDI, virtual ish joylarini tashkil qilish tizimi, bulutli infratuzilma uchun xizmatlar. Super Micro yuqori energiya samaradorligi va qulay xizmat ko'rsatishni taklif qiladi. IPMI orqali serverni masofadan monitoring qilish va boshqarish mumkin. Model 2 unit form faktorda ishlab chiqilgan bo'lib, standart server stoykalariga mos tushadi. Ishlash harorati 10 gradusdan 35 gradusgacha, bu esa uni iqlim nazorati ostidagi muhitlar uchun moslashtiradi. Super Micro CS221H yuqori unumdorlik, kengayish imkoniyatlari va ishonchlilikni birlashtirgan zamonaviy server. U integratorlar va yirik korporativ IT bo'limlar uchun ajoyib tanlov. Agar sizga texnik talablaringizga mos konfiguratsiya kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Saytimiz orqali ariza qoldiring yoki quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga optimal variantni tanlab beramiz.